Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 20-oktyabr holatidagi g'ishtlarimiz mana yuklanyapti. Xudo xolasa tepasidan ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sifatlari o'ta a'lo darajada. Xudo xolasa bugungi 3-hovamiz yuklanyapti. 3-mashina. Bitta hovamiz Chinobodga ketdi. Bunisi oxirgi mashina Haqlobodga boradi. Bittasi Asakani bilan Marhamatli o'rtasida O'qsh tumaniga boradi. Bemalol shu joylardan bugungi holatga 20-oktyabr holatida shu g'ishtlarimizni bemalol shu adreslariga, lokatsiyalarini hamma yo'g'ini nima qilib beramiz, borib ko'rishlaringiz mumkin. G'ishtlarimiz razmeri 25 ga 6-12 standart razmerda. Umuman haligi tijorat bo'lgan holatlari yo'q. Sifatlari o'ta a'lo darajada, yaqindan ko'rib turibsizlar. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa xom g'ishtlarimiz ham bor. Hozirgi kunda ham pishgan g'ishtlarimiz ham bor. Mana bu tomonda xom g'isht chiqish jarayoni bo'lyapti. Mana xudo xolasa elaklardan o'tib hech qanday ichidan tosh chiqib qolish, tosh chiqib otib yuborish ehtimollari xudo xolasa umuman bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda, mabodo bitta ikkita tanlashib qolgan taqdirda ham o'sha bitta ikkitasiga ham xudo xolasa javob beramiz. Xom g'ishtlarimizning holatlari mana sifatlari ko'rinib turibdi. O'ta chiroyli holatda. Razmeri bu zavodlarning ichida 20 ta zavod ichida eng katta razmer, xudo xolasa. 25 ga 6-12 to'liq chiqadi. Xom g'ishtlarimizning pastdagi holatini, pishgan g'ishtdagi ichkaridagi holatlarini yaqindan ko'rsatib beramiz hozir. Mana xom g'ishtlarimizda mana holatlari mana shu holatda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Joyda 420 so'mdan dastavkasi Bog'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarigacha yetkazib berishimiz mumkin. Lekin 100% quruq bo'lmasligi ham mumkin. Chunki kuz mavsumida 100% qurug'ish juda ham kamdan kam holatda bo'ladi. O'zi sotuv sekinlagan bo'ladi, sotuv to'xtagan bo'ladi-yu, lekin telefon qilish, so'rashganlarga iloji boricha quruq joydan olib borishga harakat qilamiz. Endi xuddi shu razmerda 25 ga 6-12 razmerdagi pishgan g'ishtimizni ichkaridagi yuklanib turgan holatini ko'rsatamiz. O'zlaringiz baho berib, kimga shu g'ishtlar yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Pishgan g'ishtlarimizni yaqindan ko'rsatamiz. Mana pishgan g'ishtlarimiz xudo xolasa chiroyli bo'lib yuklanyapti. Mana oxiriga yetib qoldi. Bu mashinamiz Andijon viloyati Chinoboddan o'tgandan keyin Haqlobod, eski Haqlobod degan mahallaga boradi. Kimga shu atrofdan g'isht kerak bo'lsa bemalol borib ko'rishlari mumkin. Egasini telefon nomerlarini, klient nomerlarini, lokatsiyalarini tashlab beramiz. Bemalol borib ko'rib, ma'qul kelsa zakaz berishlari mumkin. Ichkaridagi holatini, yuklanib turgan jarayonni ko'rsataman. Pishganliklari o'ta zo'r holatda bo'ladi. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Maqbul перечисление to'lovlar siz xohlagan usulda, sizlar xohlagan usulda qilishlari mumkin. Rossiyadan ham bemalol telefon qilib, klikdan tashlab berib zakaz berishlari ham mumkin. To'lovlari faqat yetib borgandan keyin qilib beraverasizlar. Xudo xolasa sonlari, sifatlari xudo xolasa zo'r bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Narxlari joyida 750 so'm dastavkasi bilan kelishilgan holda bemalol telefon qilishlari mumkin. Yetkazib beramiz.